2025-yil 31-may kuni do'stlar Big Ben shoptollarimizni uje 31-mayda uzib sotsalaring bo'laveradi. Agar shunday qizargan bo'lsa, agar kim Big Ben shoptolisi qizarmagan bo'lsa, buni qanday kesishlarini qo'yib boramiz, tushuntirib boraman. Buni kesganmiz, ko'pchilik negativ fikrlar bildirgan, shox qolmadi, mevasi qolmadi degan kommentariyada juda ko'pni ko'rganmiz. Bizga eng muhimi o'shanisi kerak edi. Buni qarang, Big Ben shoftolni 4 litrda tarbiyalaganmiz, o'ziga yarasha mevasi qolgan. 4 litrda tarbiyalasangiz, mevani tez pishishi kalibriga birinchi rol beradi. Biz buni sinov tariqasida qilganmiz. Bittasini 4 litr, bittasini kosasini qilganmiz. 4 litrlikda shoftollar yaxshi bo'lar ekan. Tan olish ham bir mardlik bo'ladi. Ko'rsating, yaqindan olib keling. Mana. Chiroyli, bitta shoxda 4 ta qolgan, 4 ta 5 ta qolgan. Ba'zi bir joylarda 2 ta qo'yganmiz, juda yirik. Olib kelib ko'rsatavering. Buni ham ko'rsating Big Ben'da. Mana o'sha original Big Ben endi pishdi. O 10 kun oldin Big Ben deb qo'yishgandi, yo'q, u Big Ben emas. Mana Big Ben 3 qaytgan eng originalni sort bo'ladi. Buni yaqinlab ko'rsating. Mana. Bunda mana bir qart shoxida bitta qolganligi uchun kalibri yirik bo'lyapti mana. Shuning uchun sal toqalagandan keyin mana ertaroq yetilishga olib keladi. Mana ichlarini ko'rsating mana. Sal uzoqroqqa boringda. Mana liderda yaxshilab e'tibor beringlar. Bitta lider, 2 ta lider, 3 ta, 4 ta, 5 ta lider qo'yganmiz. 5 ta lider qo'yganmiz, kalibri ham yirik bo'lgan. Keyin jozibador, rangi ham qora qizil bo'lgan. Meni ko'rsating. Mana. Bundan 1 gektarga boqsalaring, yaxshi daromad qilishni boshlaysa, buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Kesishlarni, boshqa ishlarda o'zimiz yordam beramiz. Ne shunga olib kelavering. Endi akalar mana, xuddi bu ham 1 yosh katta Big Ben'dan yoshi. Bu Samanta deyiladi. Buni ko'rsatib yaqinroqdan. Mana, rangdorroq bo'ladi, bu ham juda chiroyli, bardo'y bo'ladi. Bardo'y bo'lgan narsalar bozorlarda qimmat sotiladi. Sababi bozor rastalarida juda ham qimmat sotiladi. Jozibadorligi, rangi bo'yicha 5000, 6000 qimmat sotiladi yoningizdagi shiriklardan ko'ra. Chunki bu Samantani, mana, Samantaligi unutildi. Bu Samanta sorti. Narga ufalar dummaloq bo'ladi. Bu Samanta yoniga sariq chiqqan bo'ladi. Original navlari. Bu hozir past joylarga ekilgan uchun shu kuni pishdi. Agar Samantalar dashtli joylarga ekilganda bu vaqtgacha davomli pishib bo'lgan. Terib ham bo'lishdi 1 marta, 2 marta. Mana Samanta. Mana olib kelib ko'rsating mana bu. Bu ham xuddi o'sha 5 litrda tarbiyalangan mana. Lider asosida qilganmiz. Liderda eng afzallik tomonlari mana ochiqda bo'ladi, quyosh nuri tushishi yaxshi bo'ladi, shamol aylanishlari yaxshi bo'ladi, havo kirishlari. Shuning uchun erta pishadi meva, keyin chiroyliroq bo'ladi. Keyin kasallikka ham sal chidamliroq bo'ladi. Ja bachkilab ketsa, o'sha yerda kasalliklar paydo bo'ladi, shiralar, zamburug'lar shetdan chiqadi, har hasharotlar. Mana bu 4 yasharli Samantamiz. 4 yasharli Samanta menimcha hozir 30 kilo yuki bor, bitta tupida 30 kilo yuki bor, bitta daraxtidan 15 ming so'mdan sotsangiz ham 450 ming so'm pul bo'ladi bir kuningizda. Agar gektarga ekkan bo'lsangiz, uni ekkanlar juda yaxshi bo'ladi. 200 milliondan ziyod daromad qilsa bo'ladi. Ki mana original Big Ben'dan ham yaxshi daromad qilsa bo'laveradi. Buni narxi bir 5000 qimmatroq yurish ehtimoli bor bozorlarda, sababi listiligi uchun. Bu eksportyor Dubaylarga chetga yaxshi oladi. Andi shoptoli, shirin shoptoli tabiatan bilasizlar, shu holatda ham shirin bo'ladi. Bu ichki bozorlarda 4000, 5000 qimmat yurish ehtimoli bor. Ba'zi joylar bozorga qarab endi sifatiga qarab. Mana. Mana. Akalar, buni ko'chlarni ko'paytirib qo'yamiz, katta qilmashga nomerlar chiqarib qo'yamiz, telefon qilsalaring, buni yana chiqarib boramiz. Buni kalibrlarini xudo olasa yana pishganda, jozibador bo'lganda, bilishsiz bo'lganda qo'yib, ko'rsatib, shakar miqdorini 1-2 ko'rsatib boramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Katta yer maydoniga kim boqmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. Shunaqa chiroyli qilib o'zimiz 2-3 yil kesib, chiroyli shtamplarda qilib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa yana like bosib qo'yamiz, boqilaman deganingizga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lsa, sog' bo'lsa, bundan keyin yana bundan chiroyli daraxtlar chiqarib boramiz. Shuning uchun yo'qolib qolmasligimiz uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying. Xullas, sog' bo'linglar akalar, hammalaring.